Hammaga assalomu alaykum. Bu Rahimiy va bu mening YouTube'dagi birinchi jonli videoyim. Videoning asosiy maqsadi davlat yoki xususiy universitetlardan birinchi kursda o'qib turib, qanday qilib ikkinchi kursga chet el universitetlariga перевод qilish mumkin. Shaxsan o'zim DTMdan past ball olganim uchun birinchi kursni xususiyda o'qishga qaror qilganman va ikkinchi kursga 3 ta universitetga qabul qilindim. Bu Westminster universiteti, Webster University va Singapurskiy universitetlarga qabul qilinganman. Eng ko'p beriladigan savollarga o'tadigan bo'lsak, birinchi eng ko'p beriladigan savol, hozir nechinchi kursdasiz? Men birinchi kursni xususiy universitetda o'qiganman va hozir Webster University'da ikkinchi kursda o'qiyapman. Hozirning o'zida Websterning yardida, kampusning yardida o'tirib video olyapman. Ikkinchi eng ko'p beriladigan savol, nimaga aynan boshqa universitetga o'tgansiz? Tan olish kerak, birinchi xususiy universitetim juda ham yaxshi bo'lgan, ayniqsa ko'plab do'stlar orttirganman va ancha qulayliklari bo'lgan, lekin shu yilning fevral oyida qaror qilganman o'sha chet el universitetiga o'tishni, chunki chet el universitetlari ko'proq feature taklif qilishadi va kuchli diplomni ham berishadi. Va chet el universitetida o'qib turgan holda ham ishlash, ham o'qish juda ham oson. Uchinchi eng ko'p beriladigan savol, chet el universitetiga перевод qilishim uchun nimalardan topshirishim zarur? Agarda sizda SAT 570+, IELTS 6+ va GPA baliz skoringiz baland bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistondagi любой chet el universitetlariga bemalol qabul qilinsangiz bo'ladi. Lekin shuni ham aytib o'tishim kerak, qaysi universitetga перевод qilmoqchimisiz, bu jarayonga oldindan tayyor bo'lishingiz kerak, chunki universitetlar birinchi kurs talabalariga qo'yadigan requirementlar, ya'ni talablarini ikkinchi kursga перевод qilishda balandroq qilib qo'yishadi. Ya'ni birinchi kursga kirishdan ko'ra ikkinchi kursga перевод qilish ancha qiyinroq. Bu nima uchun qilinadi? Auditoriya sifatini saqlab qolish uchun. Asosiy maqsadim Westminster University'ga перевод qilish bo'lgan, Webster ikkinchi variant hisoblangan. Nimagaligini keyinroq aytaman. O'shanga aynan men Westminster University'ga tayyorlanishni boshlaganman. Westminster University'ga kirish uchun SAT yoki 570+ bo'lishi kerak yoki o'zini ichki matematika imtihonidan 50 ball olishingiz kerak. Bu yil imtihon juda ham qiyin bo'ldi, o'shaning uchun ko'p bolalar topshira olishmadi. Men ham imtihonni o'ta olmadim, 48 ball oldim, lekin SAT'im 630 bo'lgani uchun SAT orqali o'tib ketdim. SAT'ni ham aynan iyun oyida topshirganman. Xullas registratsiya qilgandan keyin uyga borib YouTube'ga What is SAT? SAT o'zi nima deb yozganman. Keyin 2 hafta tayyorlanib topshirib, kerakli skorni olganman, 630 olganman matematikadan. Shu skorim bilan men Westminster University'ga o'tib ketganman. Va eng muhim bo'ladigan narsa, oldingi universitetingizning darslari bilan hozirgi universitet darslari mos kelishi kerak va GPA ballingiz baland bo'lishi kerak. GPA balli xususiy, ya'ni chet el universitetlari uchun kamida 2.7, davlat universitetidan keladigan bo'lsangiz 3.5 balldan baland bo'lishi kerak. Shaxsan meniki oldingi universitetimdan GPA 4 bo'lgan va social life'da aktiv qatnashganim uchun menga suhbatga ham chaqirishgan grantga. Xullas, universitetga topshirgandan keyin universitet o'zi kredit hourlaringizni hisoblab ko'radi. Webster University'dan qabul xati olganimdan so'ng, undan keyin biz sizning kredit hourlaringizni hisoblab ko'rishimiz kerak. Agarda yetarlicha kredit hour bo'lsa, biz sizni universitetga qabul qilamiz deyishdi va meni kredit hourlarim 33 ta kredit hour hisoblandi. Asosan bitta kursda, bitta semestrda bitta fan uchun 3 ta kredit hour olinadi. Chunki 4-kursni bitirguncha diplom olishingiz uchun siz 120 kredit hourni уже to'ldirib bo'lgan bo'lishingiz kerak. Meni kredit hourlarim 33 ta. 4-chi eng ko'p beriladigan savol, nimaga aynan Webster University tanlagansiz agarda boshqa universitetga ham kirgan bo'lsangiz? Albatta buning ko'p sabablari bor. Nimaga aynan Webster University tanlaganman? Chunki men 3 ta qabul xati olganimdan keyin ikkinchi kursga men har bir universitetga telefon qilib, qanaqa takliflarni bera olishlarini so'rab chiqqanman. Webster University'ning chet davlatda 5 ta filiali mavjud. Bu Gretsiya, Niderlandiya, Shveysariya, Avstriya, Amerika davlatlarida o'z filiallari mavjud va siz shunchaki 2 ta semestrni xohlagan 2 ta filialimizga borgan holda hech qanaqa ortiqcha kontrakt to'lov to'lamasdan
bemalol o'qib kelishingiz mumkin va universitet viza olishda va work and travel dasturlarida kerakli barcha dokumentlar bilan sizni ta'minlab beradi. Ustiga universitet $1000 gacha bordi keldi chiptalaringizni ham summasini qoplab beradi o'z hisobidan. Menga Websterning eng yoqqan taraflaridan biri aynan shu bo'lgan. Ikkinchi tomoni bu yoqda Amerika sistemasi ishlaydi. Biz darslarni o'zimiz xohlagan kunlarga, o'zimiz xohlagan darslarni qo'ya olamiz. Bu yoqda polni erkinlik, xohlagan formada kelish mumkin. Darsga kelasizmi, kelmaysizmi, hech kimning siz bilan ishi yo'q. Asosiysi o'zingiz uchun o'zingiz harakat qilib o'qishingiz zarur. Websterga o'tganimdan afsuslanmayman. Aksincha Webster menga juda ham yoqadi. Eng birinchidan erkinlik mavjud, ikkinchidan universitet tomonidan hech qanaqa sizga bosim bo'lmaydi. Universitet hududida xohlagan ishingizni, xohlagan joyingizda qilishingiz mumkin. Xullas, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video siz uchun manfaatli bo'ldi deb hisoblayman. Agarda qo'shimcha savolalaringiz bo'lsa, bemalol YouTube kommentariyasida yozib qoldirishingiz mumkin. Qo'limdan kelgancha barchasiga javob berishga harakat qilaman. Shunaqa kontentlarning soni ko'payishi uchun like bilan subscriptionni bosib qo'ying. Agarda qo'ng'iroqchani bosib qo'yadigan bo'lsangiz, xudo xolasa keyingi chiqargan videolarimni ham tayyor chiqqan paytida ko'rib olishingiz mumkin. Sizga bildirishnoma keladi. Shunga uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Siz bilan Rahimiy bo'ldi.